Hammaga salom bolalar. Bugun sizlarni 67.100 open case qilamiz. Qani bo'lmasangiz boshladik. Xo'sh, bu yerdan case'lar. Video olishdan oldin men jiddiy o'ynab qo'ydim va o'sha Anhora kostyumini, X kostyumini, X suitini oldim. Fraun'da otini oldim, X suitini, Kevarnini ham olib qo'ydim, X suitini. Endi undan oldin keyin Vektorga bu skinni oldim, Mumiyanikini oldim, keyin Grazaga oldim bolalar. Keyin shu avtomatni olib turib full qilib qo'ydim. Keyin AVM'ga ham full qilib qo'ydim. Xo'sh, bu yerdan sizlar bilan hozirda men o'sha lednik avtomatini tushirmoqchiman. Tushirib buni ham full qilishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Bu tushishi juda qiyin bo'lyapti bu keysdan. Ashi bot narsalar tushyapti. Bu keysni ham bir ochib ko'ramiz. Yaxshi narsalar beryapti. Yaxshi narsalar beryapti lekin do'stlar. O'yinning nomi qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu oldingi o'sha sezonlarda ko'ylaklar bor. Bunda o'sha o'yindagilar qaytarilib keladi. Mana Mumiya kiysi ham yana qaytib keldi. Ultimate Mumiyaga ham bitta otib ko'ramiz 11.700 ga. Ana 416sini beryapti bizga. Bunisini olamiz. Buni ham 11.700 ga ochamiz. Ana Ultimate Mumiyani o'zi ham tushib turibdi. Juda omadli bo'lyapti cho'ta. DPS ham yaxshi. Bundan yana bitta olovli mumiyani tushirish kerak. Va yana bir ochamiz. 416si va ko'ylagi tushyapti. Yaxshi. 1300 ga bittalik ochamiz va hech bo'la yo'q. Yana bir ochamiz. Lekin menga yoqqan tarafi bitta hozir shutga mana shu omadli keys ekan. Mana shundan ancha pul yig'ishga ham oson bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, 3 marta bo'lyapti. Bitta anaqa keyslar. Ikkita. Ikkitadan uchta. Yaxshi. Yuzimiz tushib qoldi-ku. Lekin keyin bu o'yinda o'ynayotgan bo'lsalar ham yoki kirib, ko'ylaklarda olgan ko'ylaklarni, tushirgan ko'ylaklaringni kerak emaslarini shu 100 ga sotaverasizlar. Shu bilan 100 ga yig'ib olasizlar. Yana men buni sotib chiqaman endi. Ana Ultimate Mumiyani sotib olibmiz-ku. Do'stlar, nima bo'lyapti menga? Uyqusiryapmanmi? Chunki buni berib yubordim, chunki menda bor va kuchaytirilgan. Bizda buni mashinani ham olganman. Keyin buni kompaniyonda oldim. Bog'da 74.100 bo'lyapti. Qaranglar, video boshidan ham ko'p bo'lib ketdi. Men bunaqani o'ylab ko'rmagan edim. Endi Mumiyaga otamiz. Tentak bobo ochib oldik. Hech bo'la yo'q.
Endi tushishi qiyin bo'ladi bitta tushgandan keyin. O, yana bitta 416, ikkita 416. Yaxshi. Bu albatta PUBG emas, bu boshqa o'yin. Tugadi. Lekin bitdan biz G'ga burada ko'ylakka otishimiz mumkin. 10 talik franga otib ko'ramiz. Ne frandan nima beradi? O, qanaqadir rasmlar. Bizga kerak yo'q. Fran tushishi qiyin, chunki ayolni tushgandan keyin qiyinlashib qoldi. Bo'lmasa bitta buni keys ham bor ekan. Shundan ham bir ochaylikmi? Davay. Skidga uramiz. Hech bo'lib bermadi. Bo'lmasa hamma bolalar like bosinglar, obuna bosinglar. Meni kanalimni kuchaytirishga yordam beringlar endi. Bolalar, bo'pti.